Assalomu alaykum. Avvalambor Baku xalqiga, biza O'zbekistondan keldik. Men mana shu Naftalam sanatoriyasiga har yili 2 martadan kelaman. Tanishlarimni aytaman, keladi. Yiliga 2 marta ham kelaman. Mana tanishlarimni, dugonalarimni olib keldim. Yaxshi sanatoriya, Naftamid Travel'ga salomlar bersin. Bizani har hafta выходной kuni отдыхga olib chiqadi. Nimaga? Tog'larga olib boradi, aylantirib sayohat qilib kelamiz, ketiradi. Licheniyalari yaxshi. Основной vannasiga kelaman men o'zim, lekin boshqalari ham zo'r ekan, yaxshi ekan. Hammamiz bundan xursandmiz. Rahmat, shu yerda xizmat qilayotgan vrachlarga ham. Naftamid Travel kompaniyasiga rahmat. Bizani organizatsiya qilib olib taklif qilgan Vladimirga salomlar bo'lsin. Kattakon rahmat. Zo'r.